Inson yuz tuzilishi necha xil shaklda bo'ladi? Masalaga 5 ta ko'p uchraydigan yuz tuzilishini o'rgataman. Birinchisi ko'p insonlarda uchraydigan dumaloqsimon yuz tuzilishi. Biz stil tanlayotganimizda dumaloqsimon yuz tuzilishini oval ko'rinishda yoki to'rtburchak ko'rinishiga olib kelishga harakat qilishimiz kerak. Ikkinchisi uchburchak yuzli, ya'ni ozg'in yuzli insonlar. Uchburchaksimon ko'rinishga ega bo'lgan yuz tuzilishli insonlarning yuzini ozg'inligini, uchburchaksimonligini bilintirmaslikka harakat qilishimiz kerak. Bunaqa holatda sochchi yonlarini, tepalarini ozgina dumaloq formada keltirishimiz kerak. Uchinchisi bo'lsa, oval ko'rinishdagi yuzlar. Bunaqa yuz tuzilishidagi insonlarning sochini yonini kalta qilib yormasligimiz kerak. Sababi o'zi tuxumsimon ko'rinishdagi yuz yana ham tuxumsimon ko'rinib ketishi mumkin. Shuning uchun yonlarini uzunroq qoldirsak bo'ladi. To'rtinchisi bo'lsa, rombiksimon yuz. Bunaqa yuzli insonlar ko'pincha ozg'inchadan kelgan insonlar bo'ladi va bosh qismlarini ham ikkita chetlari ozgina kirganroq bo'ladi. Albatta bizda to'g'ri yondoshgan holatda uzun soch formasini professional tarzda qilib berishga harakat qilishimiz kerak. Chunki maqsad yuzni ozg'inligini bilintirmasligimiz kerak. Beshinchisi bo'lsa, to'rtburchak yuzli insonlar. Bunaqa yuzli insonlarga juda ham ko'p prichoskalar yarashib ketaveradi. Men aytgan yuz shakllaridan tashqari siz yana qanaqa yuz shakllarini bilasiz? Kommentariyada kutib qolaman.